Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Agar bemorning shikoyatiga qarab turib to'g'ri tekshiruv usulini qo'llanilmasa, bemorda bekor puli ketadi, vaqti ketadi va eng asosiysi noto'g'ri tashxis qo'yilishi natijasida noto'g'ri davo muolajasini olishiga to'g'ri keladi. Bugungi videoda sizlar bilan yurak qon tomir sistemasidagi bir nechta kasalliklarga aniq tashxis qo'ya oladigan 2 dona apparat haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi apparat bu Holter apparati. Ko'pchilik eshitgan bo'lishi mumkin. Mana shu apparat Holter apparati deyiladi. Bu apparat bizga bemor yuragini bir sutka davomida uzluksiz kardiogramma qilib yurish imkonini beradi. Buni oddiy kardiogrammadan bir nechta afzalliklari bor. Aytaylik, oddiy kardiogramma bemor yuragini 10 sekund davomidagi holatini ko'rsatadi xolos. Ya'ni tinch holatdagi 10 sekundlik holatini bizga ko'rsatadi. Lekin Holter apparati yordamida biz bir sutka davomida, ya'ni uxlaganda ham, uyg'oqligida ham hamma vaqtda bir sutka davomida yuragida bo'ladigan o'zgarishlarni bilib olishimiz mumkin. Bu apparat kimlarga qo'yiladi? Masalan, bemorda yuragi notekis urib ketadi. Aytaylik, tez urib ketadi, tomog'iga tiqiladi va ma'lum vaqtdan keyin yo'qolib qoladi. Yoki bir kun davomida bir necha marta notekis uradi, ya'ni bitta qattiq uradida ozgina urmaganga o'xshab o'tib ketadi. Mana shu holatlarda qo'ysak bo'ladi. Yoki bo'lmasa qisqa vaqt hushni yo'qotishi, ya'ni bemor ketyapti-da, ozgina vaqt boshi aylanadi, hech hushi yo'qolishi mumkin, o'zini bilmay qolishi mumkin va bu narsa tezda o'tib ketadi, yana bemor o'z holicha yuraveradi. Mana shu holatlarda yurakda bo'ladigan o'zgarishni aniqlashda foydalaniladi. Yoki bo'lmasa bemorda nagruzka vaqtidagi yurakda og'riqlar. Masalan, aytaylik, piyoda yurib ketayotganda 300-400 metrdan keyin ko'krak qafasida qisish, achishish, og'riq bo'lishi mumkin yoki to'yib ovqat yegandan keyin og'riq bo'lishi mumkin yoki zinadan chiqqanda yoki ozgina yuklama berilganda ko'krak sohada qandaydir achishish yoki diskomfort holatlar bo'lishi mumkin. Mana shu vaqtda shu apparat yaxshi samara berishi mumkin. Yoki bo'lmasam yurakda ritm buzilgan, aytaylik, notekis urish tashxisi sizga qo'yildi va sizga dori buyurildi. Mana shu dorini samaradorligini aniqlash uchun ham shu apparatni qo'ysak yaxshi bo'ladi. Yoki aytaylik, bemorda kardiostimulyator degan apparat bo'ladi, ya'ni ritmni to'g'rilab yuradigan maxsus apparat o'rnatiladi bemorga, ya'ni pulsi tushib ketgan bemorlarga. Mana shu apparatning samaradorligini qanday ishlayapti, buni ham baholashimiz mumkin. Yurak ko'pincha tinch holatda yurakda yashirin kasalliklarni bilib bo'lmaydi. Masalan, nagruzka vaqtida og'riyaptimi, o'sha vaqtda chiqadi EKGda ham. U tinch holatda u narsa EKGda chiqmaydi. Shuning uchun bu nagruzka vaqtida yurakni EKG qilish imkonimiz yo'q. Shuning uchun shu apparat taqilgandan keyin nagruzka beramizmi, qanday yuklama bersak ham yurakda har qanday yashirin kasalliklardashi kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklarni ham aniqlash mumkin, ertaroq aniqlasa bo'ladi. Endi masalan, bu apparat qo'yilgandan keyin bunda ritm buzilishini qaysi turi bor, nechta bo'lyapti, kechasimi, kunduzimi, qaysi holatda bo'lyapti, hammasi haqida to'liq ma'lumot chiqadi. Bu biz uchun dorini to'g'ri tanlash imkonini beradi. Ya'ni yurak ritm buzilishlarining bir nechta turlari bor. Ularda ichadigan tabletkalari har bir buzilishga qarab alohida bo'ladi va kechasi kunduzi ta'sir qiladigan dorilar bor. Aynan ritm buzilishini biz aniqlab olib turib, kechasi ko'p bo'ladigan bo'lsa tabletka kechqurunga buyuriladi yoki ritm buzilishini qaysi turi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha turiga qarab dori tanlanadi. Apparatni ulash tartibi qanday? Ya'ni bu apparatning o'zini maxsus kabeli bor. Kabel yordamida bemor yurak sohasini atrofiga kabelni lipuchkalari bilan yopishtirib qo'yiladi va maxsus belbog' orqali bu yerga suqiladida, maxsus belbog' orqali bemor beliga mahkamlab o'rnatib qo'yiladi. Va o'sha qo'yilgan soatdan uyiga ruxsat beriladi. Bemor bir sutka davomida uyiga ketadi va har kungi hayot faoliyatini davom ettiradi. Va bemordan bir nechta vazifalar so'raladi. Ya'ni uyga borgandan keyin bemorga nagruzka beriladi. Ya'ni bemor piyoda yurish kerak, to'yib ovqat yeyish kerak bo'lsa stressga tushish kerak, zinadan chiqish kerak, xullas yuklama berish kerak. Ras bu apparatni qo'ygandan keyin yurakda yashirin kasalliklarni aniqlab olishimiz kerak. Va bemordan so'raladiki, qog'ozga yozib yuriladi. Ya'ni qaysi vaqtda to'yib ovqat yegan, qaysi vaqtda nagruzka bergan hammasini bemor yozib yuradi qog'ozga va ertasi kuni o'sha vaqtga, ya'ni 24 soat o'tib doktorga yana uchraysiz va qog'ozni berasiz. Doktor o'sha apparatingizni yechib olib kompyuterga soladi va maxsus programma orqali расшифровка qiladi. Ya'ni mana bu holatda chiqadi javoblaringiz. Bir nechta varaqqa yurak holatingizni to'liq ma'lumot beradi. Ya'ni yuragingiz nechta urgan, ritm buzilishi nechta bo'lgan, mana qanaqangi o'zgarishlar bo'lgan kardiogramma shaklida rasmga olib chiqarib beradi doktor. Soatlari bilan tepada diagnozingiz bilan yozib beradi. Mana hamma holatlari chiqadi. Endi masalan, bu bemor yuragida EKGda hech qanday o'zgarish chiqmagan bemorni tekshirganimizda, mana bu yerda 519 marta bitta turi aniqlanyapti. Ritm buzilishini. Va 3508 marta yana bitta ritm buzilish turi aniqlanyapti.
Ya'ni bemorda shuncha ritm buzilishlari aniqlanyapti, lekin kardiogrammada bu bemorda toza chiqyapti. Xo'p, apparatni qayerdan topasiz? Apparat hozir O'zbekiston Respublikasining hamma chekka nuqtalarida tuman tibbiyot birlashmalarigacha hamma joyga yetib borgan. Ya'ni 2022-yildagi prezident qarori bo'yicha butun chekka tumanlargacha yetib borgan. Faqat buni qiladigan mutaxassislar kam bo'lishi mumkin. Lekin har bir shahar markazlarida xususiy klinikalardan bu apparatni topishingiz mumkin. Narxi o'rtacha 120 mingdan 200 minggacha bo'ladi bir sutka turishi sizda. Keyingi apparatimiz bu SMART apparati. Ya'ni mana shu apparat SMART deyiladi nomini, sutishniy monitoring arterialniy давление. Bu ham xuddi holterga o'xshagan, faqat bu puls bilan qon bosimingizni bir sutka davomida monitoring qiladi, ya'ni bir sutka davomida o'lchab yuradi. Holter faqat kardiogramma qilib yuradi. Bu bo'lsa pulsingiz bilan qon bosimingizni bir sutka davomida nazorat qiladi. Ya'ni buni sozlamalariga siz necha minutda давление o'lchashligini qo'yib qo'ysangiz, o'sha vaqtda masalan 3 minutmi, 2 minut, 1 minut, 5 minut farqi yo'q. Necha minutga qo'ysangiz sozlamalardan o'sha vaqtda qon bosimingizni o'lchab yuradi sutka davomida. Ya'ni buni xuddi oddiy давление o'lchayganga o'xshash manjeti bo'ladi, ya'ni bilakka qatiriladi va bir uchini bu apparatga ulanadi. Mana shu holatda qo'yiladi bemorga. Mana bu so'mkachasi bor. So'mkachasini bemor osib oladi va apparatni yoniga qo'yib oladi. Kiyimlarini ustidan kiyib uyiga ruxsat beriladi. Va bir sutka davomida qon bosimi o'lchanadi. Bu kimlarga ko'proq to'g'ri keladi? Masalan, aytaylik, birinchi marta aniqlangan qon bosimi bor odamlarga. Ya'ni oldin qon bosimi bilan kasallanmagan yoki bo'lmasa bu ham xuddi holterga o'xshab boshi aylanib ketadigan odamlarda. Masalan, ortostatik gipotoniya deymiz, ya'ni bemor uzoq vaqt gorizontal holatda yotib, birdan o'rnidan turganda boshi aylanib ketadi. Ya'ni qon bosimi pastlab ketadi o'sha vaqtda. Mana shu bemorlarga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasa qon bosimini nazorat qilish qiyin bo'lgan bemorlar. Masalan, doktor o'lchaganda yaxshi chiqishi mumkin. Ba'zi paytlarda yoki tunda ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Kun davomida nostabil давлениялар bo'lishi mumkin. Ba'zan tushib ketib qoladi, ba'zan ko'tarilib ketib qoladi. Ya'ni dori tanlash qiyin bo'ladi. Yoki bo'lmasa dorini tanlab berganingizdan keyin ham uni samaradorligini aniqlash uchun ham apparatni qo'ysak bo'laveradi. Ya'ni bir sutka davomida dorini qaysi vaqtga tanlashimiz, kechqurunmi yoki kunduzimi, mana shu vaqtda qo'yilsa bo'ladi. Yoki homiladorlar preeklansiyasi deymiz, ya'ni homiladorlikning kechki muddatlarida ba'zan qon bosimi yuqori ko'tarilishi va oyoqlarda shish bo'lishi kuzatiladi. Mana shu holatda ham bu samara beradi. Yoki bo'lmasam ko'p uchraydigan kasallik gipertoniya belova xalata deydi, ya'ni oq xalat davleniyasi. Bu ko'proq yoshlarda, ayollarda, ta'sirchan odamlarda bo'ladi. Ya'ni shifokor huzuriga borganda qon bosimi baland bo'ladi, ya'ni 150 примерно shunaqa bo'ladi yoki puls ko'tarilib ketib qoladi, ya'ni 90-95 taga chiqib ketadi, ya'ni hayajon, stress hisobiga. Va uyiga borgandan keyin qon bosimi o'zidan o'zi tushadi. Ya'ni doktor unga balandroq davleniya hisobiga dori yozib berishi mumkin va u dorini uyga borganda tinch holatda davleniyasi yaxshi bo'lganda ichish natijasida qon bosimi pastlab qolishi mumkin. Bu gipertoniya belova xalata deydi. Yoki bo'lmasam gipertoniya na рабочее место degan kasallik bor, ya'ni ish joyi davleniyasi deymiz, ko'p uchraydi. Ko'proq rahbarlar, ko'p stress bo'ladigan ishxonalar, doimiy bitta xonada o'tirib ish qiladigan odamlarda ishxonasiga borib ish stoliga o'tirishi bilan qanday o'zini noqulay his qiladi. Ya'ni boshda og'riq bo'ladi, bo'yinda og'riq kuzatiladi va qon bosimi ozgina ko'tariladi. Lekin uyga kelganda qon bosimi o'z-o'zidan pastlaydi. Mana shu holatda ham qo'yib aniq diagnoz qo'yib olsak bo'ladi. Mana shunaqa yashirin davleniyalarni aniqlashda qo'l keladi. Bu ham xuddi shu holterga o'xshab qo'yiladi. Ya'ni shifokorga murojaat qilganingizda buni taqib qo'yadi va uyingizga javob beradi. Uyda har kungidek o'z hayotingizni davom ettirishingiz mumkin. Va nagruzka ozgina agar ishxonada oshadigan bo'lsa, ishga borishingiz kerak, xullas o'sha davleniyangiz oshadigan holatlarga o'zingizni tushirasiz. Va bir sutkadan keyin o'sha vaqtga yana shifokorga murojaat qilasiz va yechib olib kompyuterga qo'yib maxsus programma orqali sizga mana bunday javob beradi. Ya'ni qon bosimi haqida to'liq ma'lumot beradi. Mana bu yerda mana bunday diagramma shakllarda chiqadi javobi. Ya'ni mana foizlarda, ya'ni qon bosimingizni tepasi necha foiz holatda ko'tarildi, kunda necha foiz holatida baland bo'ldi yoki qachon pasaydi. Hammasi haqida to'liq ma'lumot beradi. Ya'ni kun davomida qaysi vaqtda oshgani, qachon tushgani haqida va har 5 minutda o'lchangan mana bu sxemasini beradi sizga. Har 5 minutda o'lchab borilgan, ya'ni puls o'lchangan, qon bosimining yuqorisi va pasti har biz qo'yilgan vaqtda o'lchab chiqilgan. Shunga qarab turib sizga dori tayinlash mumkin. Ya'ni qaysi vaqtda qon bosimingiz oshyapti, qachon tushib ketyapti, shunga qarab turib sizga aniq tashxis qo'yish mumkin. Apparatni qo'yish narxi unchalik qimmat emas, 100 ming, 120 ming atrofida turadi, lekin davlat muassasalarida bo'lmasligi mumkin. Ko'proq xususiy klinikalardan topasiz. Deyarli hamma joyda uchraydi bu apparat.
Agar sizga ma'lumotlar foydali bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling. Agar qandaydir tekshiruv usullari haqida yoki biror kasalliklar haqida bilishni xohlasangiz, kommentariyaga yozing. Eng ko'p so'ralgan mavzu bo'yicha keyingi safar video qilishga harakat qilaman.